Ya, qalaysiz? Yaxshi izlovchi kishi. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Nima harakat bu? Benzinmi bu? Ha, benzin. Sindimas endi bu. U ham bir kerakli narsa-da, aka. Nima bo'lsa ham yaxshi ish qilyapti-da, shu yursanda ish bor. 30 tez yetgan tayyorlab qo'yinglar. O'lja-yu. Bardachokdan maskani olib. Bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz? Benzinmi-da? Ozgina qoldi zapravkaga. Vashti qolib ketib qoldim. Xo'p, aka mana. Bitta baklashga yetib qoladi. Ha, yetib qoladi. Mana bu yerdagi zapravka. Bo'ldi aka, rahmat. To'xtang. Nech pul beray bunga og'ayni? Yo, pulga bo'lsa bermasiz aka buni. To'xtang og'ayni. Bir sima bor ekan-ku buni. O'zi kerak bo'lmaydimi bu? Buni aka bakka klapini ochishga ishlatasiz. Tushing. Rahmat. Baraka toping. Benzin bergani ham bir dunyoyu. Lekin mana cho'pga subhanalloh. Alhamdulillah. Mana. Tog'a, Ho. nimaga maskani taqib berdingiz benzinni? Sababi mana shu odam meni eslab qolmasin dedim. Endi vaqtiki biron joyda yana uchrashib qolishimiz mumkin. Ana o'shanda menga minnatdorchilik evaziga biror bir yaxshilik qilib qo'yadigan bo'lsa bu odam, men shu narsani xohlamayman. Sababi bu qilgan ishimizda agar ajr bo'ladigan bo'lsa, ajr butunligicha qolsin. Shoyatki u kunda bizga burxon bo'lib asqotib qolsa.